Uncha-muncha baliqdan ham yaxshi suzadigan sportchi haqida eshitganmisiz? Bu Amerika Qo'shma Shtatlari sportchisi Michael Phelps hisoblanadi. U 1985-yil AQShda dunyoga kelgan. Hozirgacha Olimpiada o'yinlarida eng ko'p medal olgan sportchi hisoblanadi. Uning hisobida 28 ta medal bor. Shundan 23 tasi oltin, 3 tasi kumush, 2 tasi bronza. Faoliyat davomida 2004-yil Afina, 2008-yil Pekin, 2012-yil London hamda 2016-yil Rio Olimpiadalarida barchasida qatnashgan va barchasida medal bilan ortga qaytgan. Ayniqsa 2008-yil Pekin Olimpiadasida bir olimpiada davomida 8 ta oltin medal olib yana bir rekord o'rnatgan. Ya'ni bilib turibsizki, undan ko'p medal olgan bir olimpiadada boshqa sportchi yo'q. Faoliyat davomida bundan tashqari 39 ta rekord o'rnatgan ekan. Fantastika shunchaki. Shunaqa qiziqarli ma'lumotlar o'tkazib bormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va bizni Telegramda ham kuzatib boring.